Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ya eyyühen nas ittakullaha ve ecmilu fit talab. Ey adamlar, Allah Teala'dan korkun. Mol dunyoni go'zal yo'l bilan talab qiling. Go'zal yo'l nima? Go'zal yo'l haq yo'l bilan toping. Halol kasb bilan toping. فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. Biror bir inson rizqini mukammal olmaguncha o'lmaydi. Rizqi unga ozgina kechiksa har bir inson dunyoga kelib unga qismat qilingan, ajratilgan rizqini yeb bo'lishi muqarrar. Uning rizqi orqasidan qolib ketmaydi. Undan qolgan moli dunyo merosxo'rlarnikidir. Meniki demasa. Har kim ajratilgan rizqini yeb ketadi. Onaning qornida belgilab qo'yilgan. Hali dunyoga kelmasdan. O'shani yeydi baribir o'lmaydi dedilar. Shuning uchun shoshmang. Rizq o'sha vaqtida kechiksa ham kelar. Fattakulloha va ajmilu fit talab. Alloh taolodan qo'rqing. Rizqni talab qilishingda go'zal yo'l bilan talab qiling. Go'zal yo'li qaysi? Xudu ma halla va da'u ma haruma. Halol bo'lganini oling, harom bo'lganini tashlang. Yo'li shu. Go'zal yo'li shu. Halol haromligiga e'tibor ber.